Senem nima bo'ldi? Necha kundan beri xafa ko'rinmoqsan, nasrine yo'q. Uydagilar ham xavotir olishyapti. Aka, Madinaga borgim kelyapti. Madinaga? Hali qo'y, siqilma. Inshaalloh bir kun boraman. Albatta. Olti Madinani bayroq turibmi? Hayit kunlagan o'z fursatda qoldi. Ko'pchilik yaqin insonlarga nima hadya qilishni o'ylab yuradi. Sizlar uchun Saudiya Arabistonida Makka va Madinani eslab yurish uchun Saudiyaning original mashinasini qo'yapti. Va 4 yil bo'ladi. nomerlar bormikan ekanmi shundan zakasizlarni. Yaxshi oldingizmi? Rahmat, charchamayapsizmi? Ha. Osman brendining 150 mg atrini 750 mingga xarid qilganingiz uchun sizga 10 mg payshanba oqshom atrimizdan bonusga berildi. Maşallah. Agar 75 mg ni xarid qilganingizda 450 mingga 6 mg bonus qilib berilardi. Bu sizga Aka, bu qachongacha bo'ladi? Og'aynilarim ham yetardi. 11, 12, 13 kunlar amal qiladi. Bemalol xarid qilib olasiz. Bo'ldi, rahmat akajon, joningiz sog' bo'lsin. Ha, Bonu, uydamisan? Hamma uyga kelayotgani, pastga tushib turasan, narsa beraveraman-da, olib chiqib ketasan. Bo'ldi, xo'p. Nabay aka. Qara, Madinaga borging kelayotganmidi? To'g'ri, seni Madinaga olib bora olmasam, lekin Madinadan keltirilgan atir olib keldim senga. Rostdan. Ha? Mangami? Albatta senga. Madinadan kelganman. Ha? Oyimgilar bilan mazza qilib ishlatasan. Rahmat aka. Voy, nima unaqa qilmaysan? Qara, sizlarga buni olgan edim, atirchi olganmiz, menga ham atir hadya qilishdi. Voy, rahmat aka. Yaxshi kunlaringga ishlating.